aslo o'g'il bolalarni tarbiya qilmang. Shu tarbiyani o'zingizdan boshlang, hurmatli otalar, chunki o'g'lingiz ayni siz oilada nima qilsangiz, shu narsani qanday bo'lsa shunday takrorlashadi. Shuning uchun tarbiyani avvalambor inson o'zidan boshlash kerak bo'ladi. Agar qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, o'g'il bolalarni ko'proq challenge yaratib berish kerak. Chunki ular ertangi kunga, kelajakka tayyor bo'lib, oilani boshi bo'lib, voyaga yetish kerak bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha ularga challengelar qo'yish kerak. Challenge nima? Qanaqadir to'siqlar, sun'iy qiyinchiliklar. Chunki hayotda hamma narsa bo'ladi. Ular hayotni pastu balandiga sizni oilangizdan chiqib, ota-onani tarbiyasidan kelib chiqib, pastu balandga tayyor bo'lish kerak bo'ladi. Albatta siz farzand emas, o'ylang bu narsani yaxshilab, kelajak tarbiyalaysiz. Shuning uchun bunga e'tiborli bo'ling.